Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Biz Agrobank Atir Uchqurg'on filialidan keldik. Bizda mahallada bir oyda 4 marta shu mahalla tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha uchrashuv o'tkaziladi. Biz bu uchrashuvda mahallani tadbirkorlarni bankka jalb qilib, ularga kredit, imtiyozli kreditlarimizni taklif qilamiz. Bizda hozir 4 xil yo'nalishda kreditlarimiz mavjud. Bular mahalla loyihasi, biznesga ko'mak, PX7 kreditlarimiz bor. Bular summasi 50 million so'm, mahalla loyihasi 50 million so'mgacha kafillik asosida 5 yil muddatga beriladi. 2 yil imtiyoz davri bor. Ayollarga 23% imtiyozlari bilan, erkaklarga 25% dan. Endi mahalla biznes tadbirkorlarimizga PX312 sonli qarorga asosan kredit beryapmiz. 100 million so'mgacha garov asosida, sug'urta ta'minot asosida 300 million so'mgacha garov asosida beramiz. Buni muddati 7 yil, 3 yil imtiyoz davri bor. Kimda nima savol bo'lsa, bemalol tushunmagan joyingiz bo'lsa, desangiz javob berib, yechamiz.